Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xabarınız borki, Xorazm viloyati Xiva shahrida yangi masjid qurilishi Alloh taoloning izni bilan, sizning ko'magingiz bilan mana shu holatga keldi. Shukrlar bo'lsin. Ehson sevar xalqimizga ming rahmatlar bo'lsin. Biz masjidimizni arka kısmından girip geldik. Masjidimiz deyarli kuruluş kısmı deyarli bitken. Xudoga bersak shukrlar bo'lsin. Masjidimizni gumbazasi bo'lib qoldi. Aziz birodarlar, masjidimizning oldi kısmı, yani kıblaga yuzlanib turgan kısmı deyarli bitish arafasida turibdi. Masjidimiz qurilishida o'z yordamini ayamagan, duaları bilan va ehsonlari bilan o'z yordamini ayamagan aziz birodarlarim, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Jannatlarda Alloh taolo ming chandon qilib sizni qasringizni en güzel kasırlardan kılsın. Yangi masjidimizni oldi kısmı albatta minberin oldida turibmiz. Her bir mümin musulmon birodarlarimize imamın arkasında durup şu joyda namoz o'qishlik nasib bo'lsin inshaalloh.